Misolimizda bugungi futbol o'yinida bizning mashhur AQSh qarshi Kanada o'ynaydi. Do'stlar, bu o'yin juda ham qiyin bo'ladi. Jiddiy raqiblar ikkisi. Xo'sh, qani Agrelman boshlaydi. Pas berdi Tirelmenga. Tirelmen juda zo'r cho'tka o'ynovchi. Yo'q, pas bermoqchi edi. Ular Kanadada imkoniyat bor. Fransuzchalarga. U meni kutmoqchi bo'ldi. Menimcha jarima to'pi. Yo'q, u to'pni tutib oldi. Ataylab qiladi. Ataylab to'p Lenada. U Agrelman yenga o'shardi. To'p endi Lewandowskiga edi. Yo'q. Menga Rimda. 3 kunga qaytib isitma qilib ochar. Va ular darsiga qarab yuryapti. Ular ajoyib pas berishyapti. Yo'q, to'pni olib qo'yishdi. Agar hisob 0-0 yoki bir xil bo'lib qolsa, penaltilar seriyasiga buyruq beriladi. Qiyin bo'lyapti-ku. Chorak final vashi qiyin. Uzoqga pas berish. Agar unga qarshi hujum etilsa, pas berish qiladi. Yo'q, gol. Golmi? Yo'q, gol emas. Gol olmadim do'stlar. Yo'q, AQShdagi o'yinchi gol olmadi, ammo buni xafa emas. Qatar ham gol Kanada ham yo'q, AQSh ham gol oladi, lekin ular pas berishi zo'r qildi va gol olmadi ular. Ajoyib uslub. Uzun zigzag uslubi. Ular hozir gol. Shot! AQSh bir gol urdi. Hisob 1-0. Buni qanday gol urganini qaraysizlar. Bu juda ham qiyin gol urish, qaranglar. Darvozani chetdan o'tib ketdi. Qaranglar darvozani. Chetdan o'tkazdi. Ya'ni oyoq past qismidan. Menga ber. Ushla, davay. Pas. Oldinga futbolchi yutib olsa pas berishi mumkin bo'ladi. Haylo. Qattiq gol bo'ldi. Bo'ydan baland bo'ldi. Oxirigacha bosmay bitta bosib qo'ysangiz gol uradi. Ko'p chetgamanda lekin. Qo'ydirsan deb bilasiz. Qaytardi-da lekin akadam. Birinchi taym tugadi. Ikkinchi taym hozir bo'sh. Birinchi taym uzoq bo'lyapti-da. Yerga tashlab qo'yilgan. Bittaga tushadimi?